Sağ küçüdümü erişini oylaydıgan töt batur. Tötüncüsünü üzerine perez kıtapsılar. Birincisi Çangşellik Jovzulun. Şimdi bu yerki sağ ulan Jov'un tuncu ketim sağ şücu balık ucum kılıp bu tavçanı tutmak olan vakitinin özüde hiç kim tavçan yardım kılmışsa bu yerki Liubey özünün 3000 aksakçılık leşkirilen sağının 50.000 kişilik kuşununa ucum kıtıldı. Muşu vakitning o'zida bu yerdagi Jovin oldingi hisobda sağ bu yerdagi Jovinni bir ko'ribla men texi Liuboning o'janida mushundaq batur deb o'ylasam uningdimi batur odam barka bu kimning odami degizyotidi-ku. 我原本以为吕布已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛，这是谁的部将？ Keyin yeni Changbanboda bu yerdagi Jovin Aduni qutqizib olish uchun Sağning tuman mekishlik qo'shiniga 7 qatim buzib kirib, 7 qatim buzib chiqdi. Mushu vaqtning o'zida hamda bu yerdagi Sağ Jovinga amroq bo'lishqa uning o'q atmanglar, ney sanjmanglar, qamish chapmanglar deganligi uchun Jovin hayot qoldi, buzib chiqdi shunami? Mash bo'lmag'amasa balkim Jovin o'lib ketdi. Endi mushuni o'ldinlar bu Sağning Jovinga qanchalik amroq taqozo ekanligini bilib olaymiz. İkinci bir adam yeni 5 yol ve sanğının içindeki yeni birisi Maçav. Hem de bu yerdeki Maçav mı batur. Maçav Sağ'ını öldürüp atıqıl tas qalğan şundan mı qaçaya qaç. Qızlı yekteklik Sağ'ını qoğulanlar. Bunu evitip durup qaçdı. Uzun sakallık Sağ'ını qoğulanlar. Sakalını kesip etip qaçdı. İş qılıp aç Sağ'ını qoğulanlar. Yeni qaçdı. Şunu olan Sağ nindep ketdi. Mar ölmese bana bu gün yok ya. Ben ketsim xatırcam uxlayamayman Mar ölmese dep ketdi. Endi keyin yana ey Mar mening o'g'lim bo'lib qolgan bo'lsa qanday qolib ketadi ya dep ketdi. Demak bu yerki Sağ Machavga hem o'sh hem nayt yoqtirdi. Intayin bek erishkisi var. Machav ayni vaqtda Liubodan qilishmaydi dep ketdi-ku. Uchinchi bir odam bayat yaqin 2 qatim Sağning og'zidan chiqdi. Ya'ni jondagi birinchi polvon Liubo. Endi bu Liuboning davrida, Liubo hayot vaqtida endi amal yo'q. Har qanday bir pasbanning bu Liuboga nayt erishkisi var. Bundaq batur qahramon kimning erishkisi yo'q shundami? Meningmi erishkim bor Liuboga. Hatta Liubeyning bu erishkisi bo'lg'ashqa Sayinjan Liubo. Uch qahramonning Liubo bilan urushida bu yerki Liubey bunu deb bu Liuboni bir qoyil qilsa, mening adim bo'lib kelsa deganlik uchunlar yo'l qo'ygan va shu hayot qolgan. Endi bu yerki keyin Sağ shu jo'ni olib, bu yerki Liuboni tirik qo'liga uchragan vaqtning o'zida buningga erishkisi bor. Ey ishlarsam bo'ldi mashg'ulni. Lekin qanday qilib o'zimga sodiq qilaman deb qasdan Liubeyga ko'z qildi. Qanday qilib men tutib oldim mashina ishiltiman demakchi degan asli. Qanday bir taraf qila Liuboni desa Liubey uningdan maqillik kelib nim dedi? Voy Sağ bosh vazir. O'zlari Liuboni o'zlari tutuq o'g'il qilib uning 4-chi tutuqatsi bo'lg'aylar deyapti. Qaranglar mazarda gapdi. Sağ darhol qo'rqib ketdi. Nimishqa? Chunki Liubo oldingi 3 tutuqatsini o'ldirib atgan. Sağ 4-chi sen mashtaq bir o'lgina Liuboni o'zing tutuq o'g'il deb qavatidi amaliyotchi. Shundan bilan Sağ darhol ushini yig'ib Liuboni o'ldirib atdi. Endi bu 4-chi birisi kim o deganda Sağ buning shu qadar amroq, shu qadar yoqtirdiki, buningga eng katta amalni verdi. Jungo tarixidagi eng katta maash ta'minotini verdi. Shangma Yidingjin, Shama Yidingyin deydi. Ya'ni otqi chiqsa oltin, oltinchisi kumush. Ya'ni bu vaqtda coaching qilsalar maash oldi. Ish keldi 30 ming urdi, ishdan tushdi 20 ming urdi. Bu baturga eng katta saroy, Nazlın sahip Cemal qizlar, nurg'un boylik o'ziga hamma narsani berdi. Hatta oxirida eng kuchlerdek ot Chilan turqim sovuq qilyapti. Lekin afsus, buni ta'virtanmadi. Yeni bu Sağga alolmadi. Yenil ketdi. Buning kimligini deb o'ltirsammi, hammanglar bilib bo'ldinglar haqiqatan. Bu batur kim o? Bir pinglon qilib baqaling. Mazmunni yoqtirgan do'stlar qilgan ajrim uchun bir tan yaxshi yurganlarni aymanglar. Rahmat.